ko'chga tarqagan. Ular zombiga aylanib, bir-birlarini aylantira boshlashgan. Va ulardan takomillashib hayvon zombilar va gibridlar kelib chiqqan. Qolganlari esa tetak zombilar va kasallik tarqatuvchi qizil toshmali zombilarga aylanishgan. Va hozirgi holatlarni keltirib chiqarishgan ekan. Biz hammasini aniqlashga ulgurgan edik. Shuning uchun ham biz qaytishimiz kerak edi. Men shifoxona zinasidan pastki qavatga tushar ekanman, meni nimadir yana kuzatayotganini his qildim. Men shoshganimcha pastga qarab tushib ketayotgan edim. Keyin qorong'ilikda nimagadir urilib ketdim. Jon holatda oldinga qarasam, yaxshiyam do'stim Javohir ekan. Men uni oldiga borib urilib ketgan ekanman. Qo'rqoqqina-ey, dedi kulimsirab. Keyin biz yana tashqariga chiqdik. Biz yorug'likka chiqqan ham edikki, bizga o'sha hayvon zombilardan biri hujum qildi. U juda bir takomillashib ketgan zombi ekan. Unda bitta hayvon emas, bir necha hayvonlarning tasvirlari bor edi. Yarim ilonlik, yarim mushuksimon sherlik yo yo'lbarslikmi, yarim yana qanotlik. Yetarlichagina dushman. Biz o'z qurollarimizdan foydalanardik. Keyin esa hech kim yo'qlik paytida bizga albatta yordamga kelishdi, biroq odamlar bunday qarshilik ko'rsatishlari qiyinroq edi. Shuning uchun faqatgina uzoqdan qurollar orqaligina uni yengishga harakat qilish mumkin edi va bizga yordamga yetib kelgan ba'zi bir harbiylar qurollari bilan qo'shib kelganlarga pushaymon yeb qaytib ketganday bo'ldilar. Ular allaqachon